Adil obunachilar mana ko'ryapsizlarmi? Qirg'ovul fazanlarni xudo xolasa sotuv bo'limi kelgan. Hozir sotiladi bular. Donasini 500 ming so'mdan deyishyapti. Ekranda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib ko'rsatasiz. Buni to'liq ma'lumotini Bozor Trend YouTube kanaliga qo'yganmiz, xudo xolasa. Mana qarang, cho'chalari ham, tuxumlari ham bor, hammasidan bor. Undan tashqari kaklilarimiz ham bor. Mana ularimiz kaklilarimiz, xudo xolasa bular ham sotiladigan narxlari. Mana ichlarida fazan bor ekan, mana tuxumlari ham bor ekan. Buni nech pul deyapsiz endi? Buning donasi 200 mingdan aka. Buni ham cho'chalari bor. Bitta ma'lumotini bering, qisqa tezroq. Ha, cho'jasidan, tuxumidan boshlab cho'jasiga mana shu turishgacha bor. Ha. Cho'jasi 20 nimasi, tuxumi 20 ming, cho'jasi 1 kunligi cho'jasi 40 ming. Kerak 10 kunda narxi qo'shilaveradi, 20 ming qo'shilaveradi. Ha. Tamash tayyor, endi tug'yapti bular. Endi sizlar nomlaringdan chiqib ko'proq olgan odamlarga bularning narxini skidga qilib chiroyli qilib beramiz aka. Nomi kakli bo'ladi, xudo xolasa. Bu aka qiziq tomoni aka, qiziq topib kiritilgan qushlardan-da bu. Kamyob qushlardan. Xudo xolasa. Ko'rasiz aka, ko'zlari ham zo'rroqga o'xshaydi aka. Zo'r. Achiga o'xshaydi. Ular karam, yog'siz donlardan edi. Xudo xolasa, cho'chalari ham hamma beda yo'radi. Bedalari yo'radi. Qiziqlarga ekran nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqa chiqib olasiz. Bular sotiladigan joyi. Xudo xolasa, Farg'ona viloyati Tashloq tumani Yakatutda turibdi, bemalol tashrif buyura olasizlar. Kim shunaqa kakliga qiziqadigan bo'lsa, videoda tashlab ketib jo'natib qo'yasiz.